Skandinaviya mamlakatlarida Shvetsiya, Norvegiya ijtimoiy davlat modeli. Skandinaviya mamlakatlari, xususan Shvetsiya va Norvegiya, dunyodagi eng muvaffaqiyatli ijtimoiy davlat modeli bilan tanilgan. Bu modelning markazida fuqarolarning farovonligi, tengligi va yuqori darajadagi ijtimoiy himoya turadi. Shvetsiyada ijtimoiy davlat tamoyillari keng qamrovli sog'liqni saqlash tizimi, bepul yoki deyarli bepul ta'lim, bolalarni parvarishlash xizmatlari va shaxsiy ijtimoiy nafaqalar orqali amalga oshiriladi. Mamlakatda soliqlar nisbatan yuqori bo'lsa-da, fuqarolar bu soliq evaziga yuqori sifatli davlat xizmatlarini olishadi. Shvetsiyaning modeli, shuningdek, gender tengligi va mehnat bozori beqarorligiga alohida e'tibor qaratiladi. Ishsizlarga qayta o'qitish dasturlari, sog'lom mehnat sharoitlari va kuchli kasaba uyushmalari bu tizimning muhim bo'laklaridir. Norvegiya esa ijtimoiy davlatni kuchli iqtisodiy resurslar, xususan neft va gazdan olingan daromadlar orqali qo'llab-quvvatlaydi. Norvegiya davlati jamg'armasi dunyodagi eng yirik suveren fondlardan biri bo'lib, u kelajak avlodlar uchun iqtisodiy barqarorlik yaratadi. Norvegiyada ham sog'liqni saqlash, ta'lim, pensiya tizimi va ijtimoiy yordam xizmatlari yuqori darajada rivojlangan. Mamlakat aholisi iqtisodiy tenglik, yuqori hayot sifati va kuchli ishonchga asoslangan jamiyatda yashaydi. Umuman olganda, Shvetsiya va Norvegiya ijtimoiy davlat modeli adolat, barqarorligi va inson kapitaliga sarmoya kiritish orqali jamiyat farovonligini ta'minlashning yorqin misolidir. Ushbu model butun dunyoga o'zining muvaffaqiyati bilan namuna bo'lib xizmat qilmoqda.